O'zingga kengligi yer osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgin. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbingning huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Aqlli insonlar o'zlarini oxirat uchun ishlashadi. Chunki oxirat bu dunyodan ham yaxshiroq, ham boqiroq. Ahmoq odamlar bo'lsa, mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taolo aytadi: "Bal tu'sirunal hayatad dunya val axiratu xoyrun va abqa." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq. Birodar, dunyodan zerikkan bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ngling sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni eslat. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi. Musibatga eng besabr odamlar kimlar bo'ladi? Ayni oxiratda unutganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar. Chunki mana shu dunyoni chinda dunyoda o'ylashadi. Ularning ko'ziga faqatgina shu dunyo hayot ko'rinadi. Undan boshqa narsani tasavvur qilisha olmaydi. Undan boshqa dunyo haqida fikr qilmaydi. Ular shu dunyoni o'zida huzur halovatni xohlaydi. Alloh azza va jalla yaratgan narsalar, mana siz bilan biz dunyoyimizda. Har bitta yaratgan narsani ziynati bor va shu narsani orqasida maqsad bor. Har bitta yaratilgan narsani ziynati bor va maqsadi bor. O'simliklar, ularning ziynati bargi va guli. Lekin maqsadi nima? Maqsadi nima? Doni va mevalari. Kiyimlar. Uni ziynati rangi, fasoni, shakli, uzunligi, kaltaligi. Lekin maqsadi nima undan? Avratni yopishligi. Dunyo hayoti, birodarlar. Buni ham Alloh taolo yaratdi. Uni ziynati boylik, farzandlar, oltin kumushlar, uylar, qimmatbaho ulovlar. U ziynati dunyo. Lekin maqsadi-chi? Iymon va solih amal. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Dunyoni turgan bitgani ziynat, lekin undan ko'zlangan maqsad ibodat. Shuning uchun kim asosiy maqsadni unutib qo'ygan bo'lsa, faqatgina ziynati bilan ovora bo'lib qoladi, natijada ziyonga uchraydi. Ana shu dunyoni ziynati degan, dunyoda matohlari qo'lingdan ketib qolsa, birodar, siqilma. Chunki maqsad ziynat emas. Maqsad ziynat emas. Maqsad iymon, ibodat, solih amal. Astagfirullah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sizlarning ichingizda qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini sinashlik uchun yerdagi bor narsani ziynat qilib qo'ydik. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Nima uchun? Sinash uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini bilishligimiz uchun. Oyatni qarang. Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shubha yo'qki, mana shu yerda ustidagi hamma zebi ziynatlarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'q qilib qo'yadigan ham bizimiz, deyapti. Demak, dunyoni ziynati uni matohlari. Lekin dunyodan ko'zlangan maqsad nima? Iymon, taqvo, solih amal. Endi ana shu ziynati hisoblangan dunyoni ozgina matoh qo'lingdan ketib qolsa, siqilma, birodar. O'zingga nimani eslat? Jannat deb jina sabr qil, ozgina sabr qil, jannatga borasan. Dunyo ishi seni qiynagan bo'lsa, g'aming, darding, musibating ko'paygan bo'lsa, o'zingga oxiratni eslat, birodar. Bu dunyoni o'tkinchi ekanligini yodingga ol, shunda ishing oson kechadi. Ko'plagan oyatlarda mana shu dunyoning ziynatiga aldanib qolishlik qanchalar achinarli hol ekanligini Alloh bayon qilgan Qur'onda. Astagfirullah. Va ma hadihil hayatud dunya illa lahwun va la'ib va inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Bu dunyo hayoti faqat bir nafaslik o'yin kulgudir. Agar ular bilsalar,
oxirat diyorigina mangu hayot diyoridir. Agar faqat dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan johillar ko'zlaridan shu pardani olib tashlab olganida abadiy hayot haqida, abadiy ne'mat haqida, qasrlari haqida xabar berilgan vahiyga quloq tutgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning ne'matlari bilan jannatdagi ne'matlarni taqqoslab berganlar. Aytganlarki, "Mawdhi'u sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha." Dunyoda ham matoh bor, hovlilar bor, bog'lar bor, uchastkalar bor, xullas dunyo matoh, hovlisi. Rasululloh aytibdilar, jannatda bir qamchi tegadiganchalik joy. Qamchini yerga bir urdingiz, qancha chizadi yerni. Ana shu qamchini uchi tegadiganchalik joy jannatdagi joy. Dunyo va undagi hamma narsadan afzal. Shuning uchun arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoni huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yuborayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat? Jannatni eslat. Vallohi jannat juda ham qadrli narsa. Haqiqatan siz bilan biz mehnat qilib, kurashib, jiddiy jahd qilishga arziydigan narsa. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashidan, tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Prosta tasavvur qilib ko'ringlar, ovozi muzika bo'ladi. Quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan, insonning aqli bovar qilmaydigan ne'mat. Ana shu narsani o'zingga eslat, birodar. Sabr qilib o'tib ketasan, 40 yil yashadi, yana qancha bor, Xudo biladi. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar. Uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar. Baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Mana shu narsani o'zingga eslat. Ozgina sabr qil, o'tib ketasan. Bizga nima bo'ldiki, ana shu oxirat diyori haqida fikr qilmay qo'yamiz? Bizga nima bo'ldiki, shu dunyoda arzimagan matohi bizni ko'nglimizni cho'ktirib tashlaydi. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib doddaga kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Endi Alloh taoloning huzuridagi ne'matlar. Birodarlar, u ne'matlarning sanog'i yo'q, miqdorining chegarasi yo'q. Abadiy yoshlik, abadiy sog'lik, abadiy qasrlar, bog'lar nihoyasi yo'q. Rosa puling ko'paydi, 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda. Hamma yo'qing bor, o'sha qarisan o'sha sen. Pakrishkani yangisini qo'yganing bilan qo'lsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'i yapti korobka, stuk bor motorda, to'rtta pakrishkani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan. Lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonnim olib ketdi noshpabga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kelsa, unaqa gap yo'q birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgan. Aqlingni ishlatib ko'r birodar, fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar seni uchun yengil bo'lib qoladi.